Rossiyada kiprik ekadigan masteri bir kuni. Bugun lift ishlamasligini aytib, nolib ishimga kelib, 3 ta mijozimni kipriklarni ekib, O'zbekiston so'miga 1 million so'mni ishlab, orada mamnaqa videolarni olib, ishdan keyin chiqib, o'zimni xursand qilib, tillalarni olib, bir sherigimizni ishlaydigan restoranlarga borib qoldik. Ular bizni shunaqangi trenddagi shay muskatdan tortib, ko'zimizda endi birinchi bor ko'rib turgan ovqatlarigacha qo'yib mehmon qildilar. Alloh rozi bo'lsin. Ular ikkala sherigim ham Qirg'izistondan. Ko'rib turganinglardek, bugun 30-dekabrni oxirgi ish kunimizni bu yildagi shunaqa xursandchilik bilan yakunlab oldik. Alhamdulillah, agar sizlarga ham Moskva hayoti qiziq bo'lsa, menga obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar. Inshaalloh, ko'rib turganinglardek bundan ham qiziq va ajoyib videolar hali oldinda. Shu paytgacha meni qo'llab-quvvatlab, poddershka qilib kelayotgan hamma obunachilarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ilohim yangi yil sizlarga xayrli kelsin. Salomat bo'linglar.